Prezident Shavkat Mirziyoyevning yangi tashabbuslari bilan tanishing. Xabaringiz bor, yurtboshimiz Ozarbayjon Gabaladagi sammitda ishtirok etdi va unda Turkiy dunyo birligini mustahkamlash hamda uning xalqaro nufuzini oshirishga qaratilgan bir qator muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Bular qatorida Samarqandda tashqi ishlar va maxsus xizmatlar rahbarlarining birinchi qo'shma uchrashuvini o'tkazish, abadiy do'stlik va qardoshlik shartnomasi hamda 2030-yilgacha rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish, Turkiy davlatlar iqtisodiy kengashini tuzish va ofisini Toshkentda joylashtirish, Turkiy yashil yo'laklar tizimi, sanoat alyansi va yashil transformatsiya konsorsiumini yaratish, organik mahsulotlar uchun yagona Turkiy brendni jahon bozoriga olib chiqish, o'rta koridorini rivojlantirish, uni Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li bilan bog'lash, sun'iy intellekt va kreativ iqtisodiyot bo'yicha yo'l xaritasini qabul qilish, Turkiy davlatlar xalqaro universitetini O'zbekistonda tashkil etish, ekstremizmga qarshi kurash va ekologik savodxonlik bo'yicha qo'shma reja ishlab chiqish, 2026-yilda Nizomiy Ganjaviy va Alisher Navoiy ijodiga bag'ishlangan xalqaro konferensiyani o'tkazish kiradi. Ushbu tashabbuslar Turkiy dunyoning siyosiy, iqtisodiy va madaniy birligini mustahkamlashga qaratilgan.